Hurmatli kuzatuvchilar, Bekzo'r marketda zo'r mahsulot. Bu videoni homilador ayollar xohlasa ko'rsa, xohlasa ko'rmasa, faqat homilador ayollardan iltimos, bizani urishib so'kib yurmanglar. Biz sizlarni ishtahanglarni ochish niyatimiz yo'q. Lekin akamlarga aytsangiz, mana shu mahsulotimizdan kelib, olib ketib sizlarga olib berishlari ham mumkin. Bu nima ekan deb o'ylashinglar mumkin, gulvata. Yoshligimizda, maktabda o'qib yurgan paytimizda o'qituvchilarimiz mel yo'qolib qolardi. Melni biz yeb qo'yardik. Haligi nima deydi tog'a, yetishmovchilik, nimadir kalsiy yetishmovchilik bo'lsa, mana shu gulvatalardan mel deyiladi buni. Keling tog'a, bir ochaylik mana. Homilador ayollar, imini bu sizlar uchun aslida. Bismillah. O. Qani bismillah. O. Mana. Bemalol mana har xillari bor. Ya'ni endi men buni mana kalsiyum yetarli. Endi qanaqa bo'lar ekan? Yeb ko'ramiz. Bismillah. Lekin zo'r ekan. Yoshligimizda lekin mellarni yerdik. Keyin akamga tez aytingda, tez olib bermasa-da bo'lmaydi. Lekin dahshat ekan. Bu bor. Buni har xillari ham bor. Yozilgan. Qolgan gaplarni telefon orqali telefonda gaplashamiz. Kuzatishda davom eting, lekin zo'r ekan. Menga yo'q, to'g'ri yeyman maza qilib. Sog' bo'linglar.